manga deganlarda payg'ambarimiz nima dedilar? Ihsonni eng kattasini senga aytadigan bo'lsam, turmushi buzilgan opang bilan singlingga qilgan muruvvating eng katta ihson degan ekanlar. Ana endi bugungi kunda qaraydigan bo'lsak azizlar, silay rahim bekorga farz emas. Silay rahim ko'rganda yoyinki ko'cha-ko'yda, yoyinki ertalab oshda, yoyinki bir kunda, ikki kunda telefonda aka yaxshimisiz? Uka yaxshimisiz? Opa yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi degan narsa buni o'zi silay rahim emas. Silay rahim nima? Silay rahim boymisan? Boyligingdan bergin bir qorindan talashib tushgan akangga, ukangga, opangga, singlingga. Mana bu silay rahim. Biz koshonada o'tirsak-u ukamizni ahvoli bad bo'lsa silay rahimga xiyonat qilyapmiz. Bilib qo'y.